Xitay Savdo Ministrligi qish oylarida karantin va taqash mumkinchiligini nazarda tutib, fuqarolarni yemekliklarni zapas saqlashga chaqirdi. Bu chaqiriq Tayvandagi jiddiylik bilan munosabatlik deb qaralgan bo'lib, fuqarolar orasida qalaymuqonchilik paydo qildi. İjtimoiy taratqularda Xitoy Savdo Ministrligining chaqiriqini Tayvan bilan bo'lgan jiddiylikni kuchaytirish va urush ehtimolligiga bog'lagan inkas va tahdidlar sababidan xalqning sarosimaga tushib, tanlov bozoriga oqqanligi xabar qilindi. Amerika prezidenti Joe Baiden Xitoy Glasgow'dagi kelimat boshliqlar yig'iniga qatnashmay cho'ng xatolik o'tkazdi va ta'sirini yo'qotdi dedi. Baiden kelimat masalasining butkul dunyo uchun intayin muhimligini bayon qilib mundaq dedi. Xitoy kelimat masalasidan voz kechdi. Hozir qanaqsiga dunyoda rahbarlik talab qiladi, Putin uchunmi shundoq dedi. Rossiya bilan Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashiga insonparvarlik vaziyatiga ta'sir ko'rsatdi deganni bahona qilib, Shimoliy Koreyaning yadro plani sababidan yurgizilgan jazoni yengiltish talab sundi. Qozog'iston parlamenti mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan 13546 mahbusning kechirim qilinishini planlagan qonun loyihasini tasdiqladi. Qozog'istonning ichki ishlar ministri Yerlan Turgunbayev majlisning haftalik yig'inida bilat tashlashga sungan bu qonun loyihasi oddiy jinoyat sodir qilganlarni kechirim qilish va bir qism og'ir jinoyatchilarning jazosini qisqartirishni maqsad qiladi. Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishda keng ko'lamli yesli qurib, asosliq nishonni Uyg'ur bolalarga qaratgan Xitoy hukumati bu yilmi yesli qurishni davomli kengaytgan. Uyg'ur Abdunum rayonluq ma'arif nazorati 2 noyabr kuni Şinjan xabarlariga bergan uchurida bu yil Sharqi Turkistonga o'qish yoshiga yetmagan bolalar yeslilariga 428 million yuan mablag' silinib, yana 28 o'rinda yangi yesli qurilganligini bildirgan. Xitoy karbon qo'yib berishni taraqqiyot bosqichida ekanligini aytib oqladi. Shotlandiyaning Glasgow'da o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kelimat boshliqlar yig'inida Xitoyning alohida kelimat vakili Xia Jinhua axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Xi Xitoyning dunyodagi karbon qo'yib berish miqdori eng ko'p bo'lgan davlat bo'lishini alohida taraqqiyot bosqichida turayotganligiga bog'lab, kelgusida karbon qo'yib berishni azaytish mumkinligini o'tirib qo'ydi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 26 navbatlik kelimat o'zgarish yig'inida qilgan so'zida energiya sohasiga diqqat qildi. Japarov Qirg'iziston zaminining 90% tog'liq rayonlardan tarkib topgan. Men taraqqiy topgan iqtisodiy gavlardan mablag' solg'uvchilarni suv elektr sohasiga mablag' solishga taklif qilaman dedi.